Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan ProTeach kanali. Bugungi videomizning mavzusi MAC adreslar. MAC adreslar yoki o'zbek tilida MAC manzillar. Tasavvur qiling, uyda 5 kishi yashaydi. Uning manzili allaqachon aniq va uyga xat keldi va xat kimga kelganligini aniqlashimiz zarur. Bunda uydagi ayni bir insonning ismini bilishimiz kerak. Tarmoqda ham shunaqa paket aynan kimga kelganligini biz aniqlab olishimiz zarur. Bu holatda bizda ism yoki biror bir insonning familiyasi emas, bizda uning qurilmasidagi MAC adres misol qilib keltiriladi. MAC adres qurilma zavoddan chiqarilganda beriladigan raqam bo'lib, boshqa qurilmalarda hech qachon takrorlanmaydi. Ya'ni mening kompyuterimda bor bo'lgan MAC adres boshqa bir insonning qurilmasida, telefon yoki kompyuterlarida, planshetlarida mavjud bo'lishi hech qachon mumkin emas. Demak, IP adresini uy manzili misolida ko'radigan bo'lsak, MAC adresini uy ichidagi ayni bir inson misolida ko'ramiz. Bizning lokal tarmog'imizda MAC adreslar orqali aloqa qilinsa, internetda esa IP adreslar orqali. Demak, siz do'kondan biror telefon sotib olganingizda, u o'zida yaratilganida berilgan MAC adres bilan birga keladi. Bu MAC adresni servis provayderingiz ham, routeringiz ham yoki do'kon sotuvchisi ham bermaydi. Dunyo bo'yicha MAC adreslarni boshqaruvchi, tarqatuvchi tashkilot bor. Bu ham Institute of Electrical and Electronics Engineers, I3i yoki ingliz tilida IEEE deb o'qiladi. Demak, MAC adreslar men bir misol ko'rsatib o'taman. Ushbu misolimiz A4, 5i, 60, 9f, 12, 3b ko'rinishida, o'rtasida ikkita nuqta bilan ajratilgan holatda turibdi. Yarmini qizil, yarmini qora rangga bo'yab o'tganman. Buning bir sababi bor. Pastda ko'rsatib o'tgan dnschecker.org saytida ushbu MAC adresni tekshiradigan bo'lsak, MAC adres Apple kompaniyasiga tegishliligi, ya'ni biror bir Apple mahsulotida mavjudligini ko'rsatib turibdi. Adres prefix qismida esa 60 gacha bo'lgan qismini ko'rsatyapti. Ya'ni MAC adresdagi birinchi 3 ta qismi 60 gacha bo'lgan qismi bizda qaysi kompaniyaga tegishliligini bildirsa, keyingi 3 ta qismi esa ayni qaysi bir mahsulotni bildirib turadi. Ya'ni bu Apple kompaniyasining qaysidir bir mahsuloti, telefoni yoki planshet yoki notebook kompyuterlari bo'lishi mumkin. Xo'sh, uy interneti misolida ko'rib o'tadigan bo'lsak, telefoningiz Wi-Fi ga ulanadi, router uni MAC orqali tanib oladi, keyin esa IP adres beradi. Xulosa qilib olsak, MAC adres tanish uchun ishlatilsa, IP adres gaplashish uchun, aloqa qilish uchun. Demak, lokal tarmog'imizdagi kompyuterlarimiz, qurilmalarimiz MAC adreslar orqali aloqa qiladi. Kompyuteringizning MAC adresini tekshirish uchun men buni Windows operatsion tizimi misolida ko'rsatib o'taman. CMD ni, ya'ni command prompt yoki terminalni ochib olamiz va CMD ga ipconfig yotiq chiziqcha all komandasini kiritish orqali shunga o'xshash natijani ko'rishingiz mumkin. Men qizil chiziq bilan ko'rsatib o'tgan qismimda physical address, ya'ni A4, 5i, 60 yuqorida ko'rsatib o'tilgan MAC adresni ko'rishingiz mumkin. Xo'p, demak, IP adres bilan MAC adreslar farqiga keladigan bo'lsak, IP adreslar o'zgarishi mumkin, MAC adreslar esa deyarli hech qachon o'zgarmaydi. IP adreslar internetda ishlatilsa, MAC adreslar lokal tarmoqda ishlatiladi. IP adreslar yo'l topish uchun ishlatiladi, MAC adreslar esa sizning tarmoqda kimligingizni bildirib turadi. Demak, ushbu qismda bizning videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib o'ting. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda tarmoq va internet mavzularini sodda va qisqa ko'rinishda tushuntirib berishga harakat qilaman. Sog' va salomat bo'ling.